Ajabboyev, tabriklayman, o'g'il ko'rdingiz. Mujik. Faqat bitta muammo bor. O'g'lingiz farosatsiz tug'ildi. Bizni qarindoshlarning orasida farosatsizlar yo'q-ku. Menimcha quda tarafda bo'lsa kerak, tog'a. Bo'lishi mumkin. Yo'l ketdik. Tug'ilgan kuning bilan o'g'lim. Labo, nimasi yomon? O'rtoqlarim Stiyankaga mashinalarni qo'yib o'chir ovozingni. Sen ham qo'yasan. Xolasang ikkita mashinaning orasiga shunday qo'yib qo'yverasan. Xolasang yarim metr joyga ham sig'ib ketaveradi. Yozda chillasida havo isib ketsa ham maza qilasan. Shunday suvni to'ldirasan, basseyn qilib yuraverasan. Qovun tari, suv, meva tashlab qo'ysang muzdek turadi, tushundingmi? Xolasang bo'sh paytingda baliq boqsang ham bo'ladi. 4 ta baliq tashlasang 1 yildan keyin 8 ta bo'ladi. 2 yildan keyin 16 ta bo'ladi. baloni yebsan, dug'dir baliq 1 yil yashaydi. O'rtoqlarim dachaga chiqsa Captiva trekkerlar O'chir ovozingni, ular chiqsa chiqsin, Captiva trekker Malibu'sida. Sen bunga o'tir. O'rtoqlaring o'sha mashinasida chiqsa chiqarsin. U mashinaga 5 kishi sig'adi, to'g'rimi? Bunga 2 kishi o'tirasan, orqaga yuklar tashiysan. Agar birorta o'rtog'ing sig'may qolsa, shunday orqaga yuklaysan, ketaverasan. Tushundingmi? Uylanganingdan keyin shunday kelinni oldiga o'tirg'izib, sekin bitis qilib yuraverasizlar. Mayda-chuda zapchashalaringni orqaga tashab olasan. Tushundingmi? Mabodo kelin bilan urushib qolsang, shunday ko'chaga chiqasan-da, mashina bitta joyga chekkaga olasan, shunday ko'rpachani solib uxlaysan. Bo'ldi, tamom. Faqat cho'nchakga ehtiyot bo'lasan. Xo'pmi, yo'q. Mabodo kimnidir yo'lni to'sib parkovka qilib qo'ysan ham seni bezovta qilib telefon qilishmaydi. Shunday qilib turib ko'tarib chekkaga olib qo'yishadi, haydab ketishaveradi. Seni hech kim bezovta qilmaydi. Qo'rqitib yording-ku, dovdir. Xullas qara, bu bilan probkada ham qolmaysan. Anu sen aytgan trekker Gentra Malibu'larning probkada turadimi? Sen laboga o'tirib oradan o'tib ketaverasan, tushundingmi? Payti kelsa Gentra maytafonsiz chiqqanmi? Bu laboda maytafon bor. Chunki bu Labo. Dada, pulingiz bor, nega o'zingizga Malibu sotib olmaysiz? Burgani erkagi bu Labo bilan tirikchilik qilib kerak bo'lsa 4 ta Malibu sotib olsa bo'ladi. Tez rolga o'tir. Faqat Laboda tirikchilik zo'r ekan deb o'qishingni tashlab yubormagin, tushundingmi? O'qishingga ham borgin, o'qishdan chiqib ozgina tirikchilik ham qilgin. Tushundingmi? Nimani tushunding? Gentra Malibu kerak emas, Labo zo'r. Baloni yebsan, Cobalt zo'r. To'g'rimi? Hazırlashdim, videoni srochni Labochilarga tashlab qo'yamiz. Hayda endi yur, enangga bir maqtanamiz. Mana endi so'rang, qancha pul kerak? Tug'ilgan kunlaringiz bilan. Rahmat. Qorolimiz sizga yengil latifa aytib bermoqchi ekan. Qani? Bir kuni o'rmonlarni shohsher hamma erkak hayvonlarni o'rmonning o'rtasiga yig'ib, uylanganlar o'ng tomonga, uylanmaganlar chap tomonga o'tinglar debdi. Shunda quyon o'rtada turib qopti. O'rmonlarning shohsher, "Ey quyon, yo o'ngga, yo chapga o'tmaysanmi?" desa, "Kechirasiz sher aka, ajrashganlar qayoqqa o'tsin" degan ekan. Xo'jayin, o'zingizdan ham bitta yangisini eshitaylik. Mayli. Bir kuni o'rmonda sher hamma hayvonlarni yig'ib, Mana talab. uylanganlar o'ng tomonga, uylanmaganlar chap tomonga bo'linsin deb aytibdi. Mana haqiqiy ijro. Shu payt quyon o'rtada turganmish. Xo'jayin o'zi qiziqchi bo'lishlari kerak edi-da. Shunda sher so'rabdi. Quyon nimaga o'rtada turibsan desa, quyon sherga qarab, ajrashganlar qaysi tarafga o'tsin debdi. Zo'r aytdingiz xo'jayin. Aktyorlarga o'xshaysiz, ha, xo'jayin? Men ishimga bora qolay. Qo'yliq bir kishi qo'yliq. Bu Bodring kalla, uchrashuvga chiqmadingmi? Chiqdim. To'y qachon endi? Qanaqa to'y bo'lmaydi, u qiz beparasat ekan-ku. Nimaga bo'lmaydi? Oldiga o'tiringsan, orqaga o'tirib oldi. Yaxshi-yu. Orqaga odam olmoqchi edim-da, tog'a. Voy, bunaqada bo'ydoq o'tib ketasan-ku. Keyin u qiz umuman bo'lmaydi, mehr yo'q, qattiq qo'l qiz ekan. Qanaqasiga? Mashinam eshigini qattiq yopdi. O jiyan, bu temir bu. Bu arzimagan narsa. Odamgarchilikdan chiqib ketmaylik, jiyan. To'g'ri tog'a, siz bilan ham yig'ilmaganimizga, ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Bugun choyxona mendan, osh mendan. Haydang mashinangizni orqamdan. Jiyan, ertaga o'tira qolaylik. Odamgarchilikdan chiqib ketmaylik.